Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga Vitaverim bilan ishlash qoidalarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana 2 litrli idish. Mana bu Vitaverim. Mana ko'rib turganingizdek Pautinnik klesh deb yozilgan. Shu bilan birgalikda bizga qo'lqop va niqob kerak bo'ladi. Fiyalka gullarini asosan o'rta rozetkalarni, o'rta yosh barglarini klesh egallab oladi. Yumshoq barglari bilan oziqlanadi. Klesh bu hasharot, ko'zga ko'rinmaydigan. O'sha hasharotga qarshi eng samarali fiyalkalarda, ayniqsa eng samarali bu Vitaverim dorisi hisoblanadi. Mana iliq, qaynab sovutilgan iliq suvdan foydalanamiz. Mana suvni solib qo'yganman. Mana ampula. Mana shunaqa ko'rinishda. 4 grammli ampula bu. O'sha 4 grammlini 2 litrliga tayyorlab olaman doim. Mana shunaqa qilib sindirib oldim. Albatta Vitaverim bilan shug'ullanganda niqob taqish, maska taqish esdan chiqmasligi kerak, chunki buni bilinar-bilinmas hidi bor, lekin hidi juda ham yaxshigina ta'sir qiladi. O'shaning uchun albatta maskadan foydalanish kerak. Chaqatib olamiz. Mana gullarimni taxlab olganman. Mana bu sal qotib boshlagan, lekin agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, gullarim juda ham bir nimada emas, yomon holatda emas. Shunchaki obработка uchun, profilaktika uchun bularni obработка qilaman. Mana shunaqa qilib taxlangan. Yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa agar Vitaverim bilan ishlashda har bir qoidaga e'tibor berish kerak. Gullarni yaxshilab cho'miltirib bo'lgandan keyin xonani deraza eshiklarini yopib va lampalarni o'chirib bir kunga bularni dimlab qo'yish kerak.
yaxshilab hamma joyini bemalol qilaversangiz bo'ladi. Hozir kun issiq, hech narsadan chirib qolishidan ayniqsa qo'rqish kerak emas. Chunki ular tezda qurib ketadi. Qanday holatda sepiladi. Agar xohlasangiz faqat mana bu holatda juda kuchsiz bunda detkalarni o'shanday torlab olsangiz bo'ladi sepib. Agar qilish yaxshigina tushgan bo'lsa, fitoverin bilan 3 marta obработка qilish kerak. Bunda 3 kundan oralatib sepganingiz juda yaxshi natija beradi. Misol uchun bugun sepganingizdan keyin 3-kun o'tganni, mana bu 2 kun o'tadi va 3-kun hisobida yana obработка qilib olishingiz kerak. Mana aziz obunachilarim, barchasini yaxshilab obработка qilib oldim. Mana o'rta barglari tig'izlashib boshlagan. Shunchaki bu пересадка qilish vaqti kelganidan ham dalolat beradi. Sababi mana tiqilib qolgan gulim, lekin baribir birinchi пересадкаdan oldin obработка qilib olganim o'zim uchun ham, gul uchun ham yaxshi. Mana gullarim. Mana barchasi yaxshigina cho'milib oldi. Aziz obunachilarim, fitoverin bilan ishlash sxemasi mana shunaqa holatda. Endi bularni lampalarni o'chirib, qorong'i qilib, mana shu holatda qoldirib, ertaga eshik derazalarni ochib, shamollatib yana stellajiga qayta qo'yib qo'yaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.